topovoy TDMC'lar ham bilmaydigan top 5 ta TDM sirlarini o'rgataman. Agar siz ham topovoy TDMC bo'lib, любой игрокni 2 da uchirmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, bitta like bosishni esingizdan chiqarmang. Qani unda vaqt cho'zib o'tirmasdan, sirasi videoga o'tamiz. Xo'p, unda birinchi fishkani boshlaymiz. Bunaqa vaziyatda prям to'g'ri pik bilan otishgandan ko'ra, men aytadigan fishkadan foydalaning. Ya'ni shu bochkalarning ustiga bitta sakrab chiqasiz va protivnikingizga slipoy zonaga o'tasiz. Slipoy zona bu nima degani? Bu protivnikingizga ko'rinmaydigan zona degani. Protivnik ekranidan o'zingizlar ko'rishingiz mumkin, biz qo'llayib turgan fishka qanchalik foydali, qanchalik zararli. Mana endi ikkinchisiga keladigan bo'lsak. Bunaqa vaziyatda orqaga qaytib chiqishimiz juda ham katta xato. U o'ylamagan joydan chiqishimiz kerak. Ya'ni shu korobkalarning ustiga sakrab chiqamiz. Ahamiyat bering, korobkaning ustiga chiqayotganingizda bitta o'q otib qo'ying. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin, protivnik xayolni bir chekkasiga kelmagan joydan chiqyapman. Xo'p, endi uchinchisini aytadigan bo'lsam. Xo'p, bunaqa vaziyatda korobkaning ustiga chiqamiz va ko'rsatilgan joyga otamiz. To'rtinchi fishkaga o'tishdan oldin bitta narsani eslatib qo'ymoqchiman. Agar shu videoga 1000 ta like yig'adigan bo'lsa, sizlar uchun ajoyib TDM turik o'tkazib beraman. Mana endi to'rtinchi fishkaga o'tsak ham bo'ladi. Bunaqa vaziyatda yana bir marta pik qiladigan bo'lsak, juda ham katta xato qilgan bo'lamiz. Shuning uchun shu porlarning ustiga sakrab otib chiqamiz. Va ko'rganingizdek, protivnikimizdan juda ham osonlik bilan shot oldik. Mana endi eng oxirgisi, ya'ni 5-fishkaga ham yetib keldik. Bunaqa vaziyatda agar protivnikingizga normalniy uron beradigan bo'lsangiz, qaytib nakl o'qimaydi. Shuning uchun ko'rsatilgan joyga oting. Qanaqadir vaziyatda qiynalsanglar, bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin. Xudo xolasa keyingi video ash haqida chiqadi. O'ylaymanki, bu video sizga ancha foydali bo'ldi. Shuning uchun bitta like bilan podpisatsiya bo'lishni esingizdan chiqarmang.